Nech pul? 10 ming bo'ldi. Minaylik. 10 ming deb yosh bachamisan menga qara. Men 5 ming beraman, sen 5 ming ber. Bir tiyin pulim yo'q. Bir tiyin bo'lsa men sendan so'ray turmayman. Bu da bo'ldimi bu? Xotinimga. Kim bo'lsa bu? Kim bo'lsa bu? Qani. Demak, qo'limda. Otang o'ra yirtiq kalosh bilan yuribsan. Xotiningga bunaqa narsa. No, ikkinchi xotiningami bo'ldi? Hay, sevaman, sen xiyla tutding meni. Jo'ralarga qo'yishil undan ko'ra Turskanga yetsam shundan yirtig'i bor. Utug'i bergan menga, tushunyapsanmi? Sen nima qilib bergansan? Nech pul turadi bu? 10 ming. Sobirni to'yib bo'ldi 100 ming so'm bermading uchun bormading, ha? Bunga 50 ming, 10 mingga mo'sha olib berasanmi? Ha, olib bermasang ajrashaman dedi, olib berdim. Sana nima majbur qildi? Ikkita xotinning o'rtasiga tenglik bo'lish kerak. Siz birinchi xotiningizga nima qilib berib qo'ydingiz? Kerak bo'lsa, Eduard konsalting orqali borku, Xitoyga bitik zamin xotinimni grant asosida o'qishga qo'ydim. Ham u yoqqa borib ishlaydi, ham o'qiydi. Ha, siz nima qilasiz? Xotiningiz yuborgan pullarni yeb yotasizmi, erkak? Yo'q, yeymiz. Kim bilan? Ikkinchi xotin bilan. Biz Yevropa oilamda. Ter gapirish ergan. Jo'ralarga nima deyman? Qo'ylardi, sallaga deb qo'ygan ekandi. Tushundingmi? Menga bunaqa qarama. Senga havo, ya havo, yorim biyo.